Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Tuvanda dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Qashqar viloyatidagi Xitoy virusi alomatsiz yuqum kasalligi ahvoli davomli ko'payib, Sharq Turkistonda 4-bosqich yadro kislotaliq tekshirish boshlangan. Mutaxassislarning faraz qilishicha, Qashqar viloyatida Xitoy virusi bilan yuqumlanganlarning ko'pinchasida kasallik alomati yo'q bo'lib, tarqalish xavfi yuqori bo'lg'achqa 5-bosqichlik yadro kislotaliq tekshirishni talab qilish mumkin ekan. 3-noyabrda Xitoyning Sharq Turkistonda ishlab chiqarish bilan tuanni o'z ichiga olgan Xitoy virusi bilan yuqumlangan 2 kishi jazmlashtirilgan. Kasallik alomati bo'lmagan, ammo Xitoy virusi bilan yuqumlangan 116 yangi kasallik alomati ko'rilgan. Hozirga qadar Sharq Turkistonda Xitoy virusi bilan jazmlashtirilgan 64 bemor va kasallik alomati yo'q bo'lgan 345 bemor bayqalgan. Xitoy hukumatining izchil virus yuqumi haqida haqiqiy sonni yoshirishda qilmish tufaylidan virus yuqumining kengayotganligi ma'lum bo'lsa-mu, uning haqiqiy ahvoli yana sir bo'lmoqda. Boshqa rayonlardagi Xitoy virus yuqumi ahvoliga o'xshamaydigani, Qashqarda yuqumning boshlanishida nurg'un alomatsiz bemor bayqalgan va kunsir ko'paymoqda. Bugun yuqum markazlashgan Konishar noyasida 4-bosqichlik yadro kislotaliq tekshirish boshlangan. Xitoy doiralari navbatda virus yuqumini tekshirish xizmatini texnik keng ko'lamda davom qilish uchun jiddiy tadbir olmoqda. Ammo Xitoy hukumatining bu vaqtdagi xabarlarni qattiq kontrol qilish orqasidan bu qitimqi virus yuqumining qaysi darajada ekanligi haqida ko'plagan gumonliq nuqtalar mavjud bo'lmoqda. Xitoy Kompartiyasi 7-qitimliq nopos tizimlash xizmatini 1-noyabrdan 10-dekabr kunigacha olib bordi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumati 2020-yillik nopos tizimlashning oila, odam tekshirib tizimlash shaklida berilganligi. Joylarning umumyuzlik tekshirish mazmunini aynan ma'lum qilib, qonun bo'yicha mas'uliyati va majburiyatini ado qilishni ta'kidlab, 2021-yil 4-oydan boshlab umumyuzlik tekshirishdagi asosiy sonliq ma'lumotlar orqa-orqadan e'lon qilinganligini bildirgan. Xitoy taratqularida ma'lum bo'lishicha, 2020-yil olib berilgan 7-qitimliq nopos tekshirishga zo'r ko'lamda odam kuchi ajratilgan bo'lib, butun Xitoy mamlakati bo'yicha 7 milliondan ortiq umumyuzlik tekshiruvgacha oila kirib nopos tizimlashga boshlagan. Sharq Turkistonda bo'lsa 7-qitimliq nopos tizimlash xizmatiga 137 mingdan ortiq hukumat xizmatchisi ajratilgan. Xitoy xabarlarida yana Xi Jinping, Li Keqiang qatorliq Xitoy davlat rahbarlari atalmish Uyg'ur avtonom rayonidagi Chinchuango, Shuhrat Zokir qatorliqlarning 2020-yildagi nopos tekshirishni oila, odam inchik tekshirish, nopos sonini aynan ma'lum qilishning qattiq ta'kidlaganligi alohida xabar qilingan. Xitoy hukumat taratqularida 7-qitimliq butun mamlakat bo'yicha nopos tekshirishning bu qadar dag'dug'i bilan tashviq qilinishi Xitoy vaziyatini yaqindan kuzatib kelayotgan vaziyat analizchilarining diqqatini qo'zg'agan. Xitoy hukumatining nopos haqidagi dokladlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy kommunist hukumati qurilgandan buyon Xitoyda 1953-yili 1-qitimliq nopos tekshirish boshlangan. Ilgirki 6-qitimliq nopos tekshirish 1953-yili, 1964-yili, 1982-yili, 1990-yili, 2000-yili va 2010-yilda har 10 yilda bir qatim butun Xitoy mamlakat miqyosi bo'yicha berilib, sonliq ma'lumot e'lon qilingan. 1966-yildan 1980-yilgacha bo'lgan madaniyat zo'r inqilob mazgili deb atalgan yillarda nopos tekshirish statistikasi e'lon qilinmagan. Xabarlar qilganda bu qitimliq nopos tekshirish jadvali uzun va qisqa shakl. Hong Kong, Auman va Tayvan aholilari, chet elliklar va vafot bo'lganlardan iborat 4 cho'ng turga ayrilib, nopos tekshirish mazmuni bo'lsa ism, kimlik nomeri, jinsi, millati, ma'rif saviyasi, kasbi, nikoh va turalg'i ahvoli qatorliqlarni o'z ichiga olgan. Kuzatuvchilarning qarashicha, Xitoy hukumati uzundan buyon Sharq Turkistonda Uyg'ur qatorliq millatlarga nopos cheklash, nopos azaltish siyosatini yurgizib kelgan bo'lib, millatlarning ko'payishini o'zlariga tahdid deb hisoblagan. Hamda har qitimliq nopos tekshirish natijasini milliy siyosat belgilashning asos qilib kelgan. Xitoyning Sharq Turkistonda bu qitimliq nopos tekshirishi Xitoyning yaqin 3 yildan beri yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilikdan omon qolgan noposning sonini aniqlash bo'lib, Xitoy bu orqali o'zlari yapgan jinoyatning natijasiga asosan uningdan keyingi Sharq Turkiston siyosatini belgilamoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin degan. Türkiye Reis Erdoğan'ın riyasatçılıkida açılgan Cumhur Reislik Oliy Maslahat Komiteti yig'inida Uyg'ur masalasi tilga olingan. Cumhur Reis axborot ishxonasining boshlig'i Altunning bildirishicha, yig'inda Suriya, Liviya va Sharq Turkistonda yuz berganlarni xalqaro kuch sinishdan ayirib qarashga bo'lmaydiganligi o'tirib qo'yilgan. Yig'inda Turkiyaning qarindoshlarining haq-huquqini qo'g'dash uchun nimalarni qila oladiganligini yaqinda Suriya, Liviya va Qorabog'da bosgan qadamlar bilan ko'rsatganligi, Uyg'urlarning masalalarini hal qilish uchun tirishchilik ko'rsatilganligi o'tirib qo'yilgan. Lekin Sharq Turkiston va Uyg'urlar haqida nimalarning muzokara qilinganligi, qanday xizmatlarning davomlashayotganligi haqida ma'lumot berilmagan. Egilinishcha, Cumhur Raisi Oliy Maslahat Komiteti sobiq hukumat amaldorlari va parlament a'zolaridan tarkib topgan bo'lib, yig'inda asosiy ma'rif va madaniyat sohasida besishga tegishli qadamlar bilan rayon va xalqaro masalalar ustida fikr almashtirish bo'lgan.
4 noyabr kuni Daniya bosh ministri Frederiksen hukumatning doklatiga qaraganda suv qamisi sababidan Xitoy virusi bilan yuqumlangan 12 kishi bayqalgan bo'lib, virus tarkibi o'zgarganligini, Daniyaning shimolidagi dalillangan 783 odam ichida taxminan yarmi suv qamisi bilan munosabatli ekanligi. Daniya hukumati buning qarta Daniya dehqonchilik maydonlaridagi barliq suv qamisini bir tutash o'ldirganligi, yaqin ko'p kishilarga tarqalishning oldini olganligini bayon qilib, o'zgartirilgan virusning dunyo miqyosida yomon oqibatlarni keltirib chiqaradiganligini ta'kidlagan. Daniya hukumatining mo'ljariga qaraganda bu davlatdagi 15 million suv qamisini o'ldirilish uchun taxminan 785 million dollar mablag' ketadi ekan. Oldingi oyda Daniyaning shimolida ovlashni boshlagan hukumat dehqonlarga to'lam berishga va'da berdi. Daniya dunyodagi suv qamis terisi eksport qilgan asosiy davlatlarning biri bo'lib, yillik mahsulot miqdori taxminan 17 million danaga yetadi ekan. Kopenhagenning suv qamisi yer shari mahsulotlarining 40% ni egallaydi. Ko'pinchisi Xitoy va Hong Kongga eksport qilindi. Ko'z org'inligini ig'irlashtirib o'tadigan ahvollar. 1. Uyqu yetarlik bo'lmaslik. Uyqunuz yetarlik bo'lmaganda ko'zingizning og'riganligini his qilasiz. Chunki uxlaganda ko'z uzun vaqt dam ola hamda o'ziga uzuqlik to'liqlay oladi. Ko'z og'riqi davomlashganda ishish, yo'qomlanishni paydo qildi. Agar yoshirin ko'zoynak taqaganda og'riq texmi ko'rinarli bo'ladi. Agar kompyuterda uzoq vaqt xizmat qilishga to'g'ri kelsa, qonuniyatlik dam olish yoki ozroq dam olish kerak. Ilmon sug'chilangan lungi bilan ko'ziga issiqlik o'tkazish. Navoda ko'zdan qurg'oqlashganligi, charchaganligini his qilganda xizmatni to'xtatib ozroq dam olish yoki ko'zni ozroq yumib olish kerak. 2. Yoshirin ko'zoynakni nomuvofiq ishiltish. Yoshirin ko'zoynakka nisbatan bo'libmi kompyuter yoki boshqa raqamli uskunalarni doim ishlatadiganlar yoshirin ko'zoynakni cho'qim to'g'ri selishi, pokiz tutish kerak. Ko'zni havolantirib ramkaliq ko'zoynak taqash. Garchi yoshirin ko'zoynakni uzun vaqt taqsa bo'ladi deb anglansimi, lekin taqab uxlashdan saqlanish kerak. Yaxshi tozalash, suyuqlik ishiltish. Agar yoshirin ko'zoynak taqaganda ko'z qizirish, aniq ko'rinmaslik, yosh eqish, yorug'likdan qo'rqish yoki og'rish, ishish va yoki ajralma modda chiqish ahvoli ko'rilsa, yoshirin ko'zoynakni taqamay darhol doktorga ko'rinish kerak. 3. Uzoq vaqt tikilib qarash. Uzoq vaqt yonfon qaraganda narsalar g'ova ko'rinish, ko'z qurg'oqlashish, ko'ngil ilishib boshqa ish qatorliq ahvollarni keltirib chiqaradi. Ko'z kasalliklar doktori monolarni eskartadi. Odatda ambulatoriyada o'qish yoshidagi bolalarning uzoq vaqt yon telefon, kompyuter qatorliq elektronlik uskunalarni bag'an sir ko'p o'ynaganlikdan ko'rish quvvati tuvanlash, ko'z og'rish, ko'z qurg'oqlash qatorliq bearomlik bilan doktorga ko'rinadigan ahvolni uchratgan bo'ladi. Ota-onalar bolalarning elektronlik uskunalarni uzoq vaqt o'ynashini kontrol qilishi, 20 minutda bir ko'zini dam oldirish kerak. 4. Kechida televizor, kitob ko'rish. Qorong'uda har qanday ekran qaraganda ko'zga ziyonli. U yon telefon, elektronlik kitob, televizor va kompyuter qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Ekran yorug'ligining o'zliksiz o'zgarishi ko'zni o'zliksiz ko'nishga tangshaydi. Uzoq vaqt qaraganda ko'z charchab, og'rib, qurg'oqlashib, qizirib, hatto fiziologik vaqtni qalaymqonlashtirib o'tadi. Uxlashdan burun bir nima ko'rganda chiroqni yondirish kerak. 5. Ko'z dori suyuqligini ziyoda ishiltish. 90% ko'z dori suyuqligining tarkibida chirishdan saqlovchi dori bo'ladi. Bu moddalar ko'zga ziyonli. Arg'inlikni pasaytiradigan ko'z dori suyuqligini cho'qim doktorning ko'rsatmasi bo'yicha ishiltish kerak. Ko'z qurg'oqlashi kasalligiga giribtor bo'lgan og'riqlar chirishdan saqlovchi dori qo'shilmagan suyuqlikni tanlash kerak. Xabarlarimizni ko'ringlarga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.